Benim ismim Adam. Elmer padşahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qaliskar tələsi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Məndə sırlıq güç qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güç qüvvət ataqınlar! Hey! Bu çağda yolvas, əriş yolvusu qaylanır. Mən Heyməngə, aləmdəki ən qudretlik Adəmgə aylınım. Benim özgürlük sırrımni dostum Şadutberi son sırız. Yasavul, Denki ve Orko üç kişili bilir. Biz birlikte rezillik mənbiyi İlantağ kalasını kəyən alvasla bilen köreş kılırız. Bu tutarlansa yok görüp bakar. Yaxşı tuttun Bodi, obda oynağla. Yaxşı boldu. Bunu tutup bakın. Oo, muştak oynamak mittin? Hey? Oo, apol çatam. Biz kaçaylı, bumuz tutulup kalamaz. Oo, yasavuluna sıkı. Yoksa onun kaytaylı. Oo, yasavul. Dadamның dostu. Eğer onun açık kesmin nes baskını şu. Men mümkünü valay. Oo, kokada giyiyor. Çır, men berip kaytay. Men boğmayman. Sen onunla eğitmegen. Oldu. O tarafının ahvalını özden berip karab baksan boğdu. Mening topum, mening. O mening elektrollik analizatorimning ustiga tushdi. Asofda masal chiqqanda qiladi. Endi balo qoldigan bo'ldi. Parasat yulduzi bu yer nemish bo'ldi? O ehtiyotsizlikda mening kashf qilgan asbobimni chiqibatdi. Ha, ikkinlarning to'pi baxtga qarshi kontrolligini yo'qotib tashlaqmi? Bavdi sening sherikingmidi? Hamma xatolik menda. Yo'q, menchi sen Bavdining bu yerga bilib kelishing kerak edi. Unda qilsam u men chiqishdi deb qoldi. Oko, bilishing kerak. Uning dadisi Fanti qabilasining boshlig'i. Uning qizining javobgarligini ustiga elishni umid qilganligi ishini. Agar u marlishib qolgan bo'lsa, agar ikkinlarning xatolik bo'lsa, Oko o'z xatoligini o'z ustiga kelishing kerak. U uzumzorlikning atrofida biz mukishmak o'ynagan joy bo'lishi mumkin. Men uni tepkilay. Menga nisbatan aytganda o'zimni xatoligini tunishim hamda jazoni qabul qilishim bak tez tushdi. Biroq agar sen xatoligini tunisang, jazo sening o'ylig'ingdek ig'ir bo'lmaydi, shundaqmi? Ha, shundaq. Xudoga shukr, o'ngir chunqur emaskan. Endi bexatar bo'ldim. Bu yazatlı munda qarong'i bo'lib boqmagan. Neymiş bu? Ben senin aman muşak kildiğalıqını bilettim. Lago! Oldu. Abi çıksan buludu. Hiç yok. Bu yakacak Bodi. Sen nerede? Sen işçidin mi Bodi? Kutkusuzlar!
Ishiniman Oko. Body datsının Lago degan do'sti borligini sana jazman aytqango deyman. Sen aşı kabilaga olken sende? Meni biladigansan a? İkimizin nem qilmoqchi? Biz Bodyni kutib turgan, u albatta bilmaydi. Biroq bizga hamkorlashib datsini og'dirib mening yangi qabila boshlig'i bo'lishimga yordamlashidi. Bu Saygin, biz uning e'tiqod qilamiz. Biz onun gözüge salıdığan granat taşını tapalısak la hem işimiz tak boludu. Ha? Granat taş? O bizning qabila haykalining ko'zi. Aytganing to'g'ri. Biroq biz uningga muhtoj. Uning qudratining yordami bilan Saygin urushda yengilmaydi. Bak kechikding Oko. Ulan Sayginning ichiga tiqatinglar. Hamıya. O'n tutinglar. Ensirme Body. Ben seni qutuldirman. Ben barliq kuchimni ishga soldim. Bir saat boldu Oko bilen Bavdi qaytib kelmeydi o. Efendim, bu Moğol Serdar Hilili yazgan xat. Neymiş baptu? O Bavdini kaldırыңlar depti. Lagao baya üzümzarlıktan gayip boptu. Bavdi xatarga yo'liqishi mumkin. Üzümzarlık. Oko del şu yerge Bavdi'ni izdigil ketken. Delaga aytib qo'y, panzi tashni men saqlab tutsin. Adam, biz mang'ayli. Moksuvata takıldı! Hey! Akliman! Ben en tez sürat bilen keldim dada. Oh, Heyman, seni kögünüm gitmeye hoş elmen. Oh, yaxşımı sen değil ha. Tezirek mangaylı. Mana ergişmenla. Lekin ihtiyat kılınla. Üzümzarlık etler boyunca en xatarlik joy. Adem tutudan üzümlük, ablahi meni nesbastı. Tez, qara. Nägi meniş gerekligini bir körüp bakay. Oko bardığan joy aldığımızda. Biz kechikip kalgandek kılımız. Qarala. Bu nima? Bu Oko'nun oynaydigan topi. O çoğun mişedi. Ha, o yalğız bolmaslığı mümkün. Başka kişiler bu yerge kirge okşaydı. Bolmasa Qara Heyman, onun kudreti xeli çoğunke. biz Bavdi'nin dadısını eğitip koyaydı. Hozir hech narsa Saygini to'sanmaydi. Ko'p vaqt o'tmayla Pekir Lago'nimi hech narsa to'sanmaydi. Mo'lav, seni xitin tekka vaqtda Bavdi allaqachon qechib ketibdi. Agar o baldurroq javobgarlikni ustiga ilishga jur'at qilgan bo'lsa, bundaq ish yuz bermaydi. Xima, bir g'oyat zo'r metal hayvon ibodatxon tarafga qarab ketdi. U yo'ldagi barliq narsalarni vayron qilib etdi. Lago burundillik granit teshig'i ko'z tikkan. Granit teshi? Mayli er yoki ayol bo'lsin, hech kimni yutkiyanmaydi u. Shundoq deyla, lekin bir bola yutkiyalaydi. Bir alaydi bola. O Fanti boshlig'ining bolasi. Bavdi? To'g'ri, Lagao o taşqa erishish uchun qo'lidan keladiganlik vositalarini qo'llanadi. Bu yoqqa kelinglar, tez. Biz bu yerdan chiqib ketamaydigan o'xshaymiz.
Bu hasının kudreti ana şu granit taşdan kelgan. Ularni Lago mangu kontrol qilolmaydi. Sakrab o't. Ko'rikni buzib ver. Boshqalar bizga agishib olmasin. Lago menda o'chini olaman deb ko'ranglayotgan bo'lishi mumkin. O nima uchun sendan o'ch oladi? Men uni suv boshqarishga qo'ysam, loyig'ida ishlatmading deb u ishni qilmadi. O shu ish bilan sen o'chib qoldimi? Undaq oddiy emas. Biz takallashib qoldik. U qochib ketdi. Keyin u o'g'irlik qilib, tutilib, mening turmamga qamaldi. O seni ayblamda? Shundaq, u granit taşni bulash bilan menda o'ch elish qasam ichibdi. Lekin men uni qizimni bundaq tez tutib ola deb o'ylamabdiman. Biz qanday qilib uni to'siy olamiz? Bu granit taş haykalga boradigan birdan-bir yo'l. Yasavul, ağamcanı bana be. Ben onu Öztağ'ın o tarafa bağlayayım mı? Şu tut! To'xtat bu! Malo, hech nima bo'lmagansa, Hech nima bo'lmadi. Biz qanday o'tamiz? manda qilaylik. Menga pash bo'l. Shu tut. Dam oladigan vaqt qolmadi. Mangayli. Heyman bizga agishib olibdi. Granit taş qo'limizga tushgan aman, u bizni hargiz tutolmaydi. Ularning barliq harakati cho'qim mag'lub bo'ladi. Men g'alaba qilaman. Men g'alaba qilaman. Etnerga hukmronlik qilaman. Men faqat kichikkina bir ishni o'rnay olmaganligim uchunla sening dadang butun qabila kishilarning oldini meni xijil qildi. Oddiy ish emas. Sen bo'lsang bizning o'zimzorlikni sug'urdigan sug'i mas'ul. Bu kichik bola qildigan ish. Lekin mening uningdan muhim ishlarni qilg'im bor. Sen qilishga tegishli ishni qilmay, javobgarlikdan qochding. Nima dedim? Patarida bu yerning boshlig'i bo'lman. Bu chaqda bu yerning xo'jayining kimligini bilasan. Hay, bu yerda. Granit taş fontiyaning ibodatxonasida. Men uni qo'lga kirgizib olsam, hech kimning gapini anglamayman. Dadamning gapini olishing kerak. To'g'ri emas. Endi u mening gapimni anglaydi. Sen to, saygini pastroq qil. Uni menga aytma. Men qilmayman. Men nima desam shuni qilishing kerak. Saygini chiqaringlar. Uni ol. Aka, bunu tutib ol. Uni tutinglar. Endi ular topolmaydigan bo'ldi.
Qachon bo'lsa? Acayipmi nasbasda yana ulayilib ketdi. Men hozir sardorlik unvonim bilan Mo'lovni tizginlash qudratiga erishdim. Rahmat sana Bodi. Sen faxrlanishing kerak. Sen mening dadangni og'dirishimga yordam qilding. Hozir men xo'jayin. Belki yaxshi bo'ldi. Men Bodi bilan kichik do'stini qutuldig'ili kelganda. Bu yerning hammasi mening tizginlashimga dedi. Anzigan! Lagov cho'qim yana razil askirliklarni qilyotdi. Qizaloq! Oko bilan Baudining ovozi bu. Men ularni qutqizay. Voy, qudrati yo'qolibdi. Lagov granat tashi o'g'irlab ketgan o'xshaydi. Haha, ikkinglar bir kun o'ynadinglar. Hıyma, seni ko'rganimga itday o'xshalman. Tez, ular toshni o'g'irlab ketdi. Kent tarafga qarab qochdi. Ularni tezroq tutinglar. Yetlerinin eşliğimizi bizni tozgulamaydı. Kıymenli demeyle koyaylı. Kime? O'yinni oxirlashtirsak bo'ladimi-ki, birodar? O dercik yetmegen. Kadar. O dercik yetmegen de kıymen. Sana Munurning ta'mini bir tetib qo'yay. En yukarı çekik apırıp koy. Eng yuqori chekiga olib. O sevgini veyran kılıvetti. Senin qalbi qilishingda gap yo'q, Xiyman. Men uni tutib kelay. Uningga men taqabul turay. Men Lagovni tutay. Hay, ne döndüyen kıymen. Min tutumen de boylama. Men seni ümitsizlendirishni xohlamayman, Lagov. Hay, ben sana aytib qo'yay kıymen. Ben bu ormanlıkni obdan bilaman. Rassam biyaning hamma nemisini pishiq bilsa. Lekin unutib qolding-ku deyman, Lagov. Meningcha bu sening xatoliging. Lagov bilan sheriklar o'tkazgan jinoyati uchun uzung'ich turmaga tashlanib, og'ir emgak selinadi.
Meningçe Bawdimo öz javapkarlygyny üstüge elişiniň muhimligini düşüngen bolyşy mümkin. Bawdy, o ne getdi? Ha? Bu mening xatolygym. Ya, bu mende etken xatolyk. Boldy, bu sening xatolygym. Bu sening hemdiginiň, sening xatolygym. Bizning xatolygymyz. Bugünkü hikayede mening dostum Bawdy waka paydo qildi. O xato ish qilib qo'yib kechib ketdi. Bunda qilganda ish texmi chataq bo'ladi. Hamma kishi xatolik o'tkazdi. Lekin kechib ketish masalani hal qilishning usuli emas. Shuni siz xatolik o'tkazganda uni e'tirof qilishingiz kerak. Bu ishning yaxshi tarafga yuzlanishning yaxshi boshlanishi. Vaqt to'shib qoldi. Xayr xo'sh.